Ishtixon tumanimizning markazida joylashgan mana bu parkimiz bahor payti 5-mart 2026-yildagi bugungi yo'q kecha va bugundan keyingi o'ta kuchli to'xtamay yog'ib turgan yomg'irlardan keyingi holati. Mana bu daraxt. Bunday bo'lsa bodam gullab turibdi. 5-mart 2026-yildagi holat. Mana shunday yomg'ir yagona darchani oldiga faqat va faqat mashinada borib bo'ladi o'rta yo'ldan. 26-yil 5-martdagi holatimiz shu. Parkamiz, charxpalagimiz. Mana bu yerlarda yaqinda yonimizda mayatdan bitta mana 5 qavatli domni orqasidan yana bitta dom tushmoqchi bo'lyapti. Mana kotlovani qozilgan, kotlovandan chiqqan loylar, kamazlar kirib chiqyapti mana shu yerlarda. Mana shunday holat keltirib tashlagan. Bahordagi holat. Bu kunlarda ham kimlardir eslaydi.